Korxonamiz ochilgandan buyon modernizatsiya ishlari olib borildi. Korxonamizni alyumin eritish pechiga yangi zamonaviy yuqori ko'rsatkichli tozalash inshootini o'rnatdik. 2025-yilning oktyabr oyida yangi uskunani ishga tushirdik. Avtomatik o'lchov tizimlarini o'rnatish qolgan. Shu ishni bajaradigan tashkilotlar bilan muzokaralar olib borib, o'rnatish jarayonidamiz. Har chorakda chang gaz tozalash uskunamizni va havoga zararli moddalar chiqaruvchi ifloslantirish manbalaridan analizlarni olib borib, faoliyat yuritib boramiz. Korxonamizda me'yordan ortiqcha zararli tashlamalar aniqlanmagan shu kungacha. Korxonamizda xomashyo tayyorlash bo'limlari bor. Shu bo'limlarimizda bizda filtrlar o'rnatilgan, havo tozaligini o'lchaydigan datchiklarni o'rnatish bo'yicha muzokaralar olib borilmoqda. O'rnatilishdan maqsad korxonamiz atrofidagi havoni tozaligini o'lchab borish, shu orqali ekologiyaga bo'lishi mumkin bo'lgan salbiy kamchiliklarni oldini olish. Korxonadagi atmosferaga chiqarayotgan chiqindi tashlamalarimiz norma bo'yicha atmosferaga tashlanayotgan suvni bug'lari bu sistemadagi issiq suvning farqi hisoblanadi. Bu hech qanday ekologiyaga zararli ta'sir yo'q. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi tomonidan qo'yilgan talablarga asosan korxonamiz ikkinchi toifaga mansub bo'lganligi sababli berilgan tavsiyalarga asosan korxonamizga filtr o'rnatish rejamizga kiritilgan va xulosasi taqdim etiladi.